Tursunoy opa, navbatdagi bir savol 3-4 marotaba takror va takror keldi. Birozgina istihola qilgandim o'qishga. Endi o'qib bermasam bo'lmasa kerak. Menimcha yosh yigitlardan biri yo'llagan. Assalomu alaykum Tursunoy opajon. Men bir qizni yoqtiraman, u ham meni yoqtiradi. Mana 3 yildan beri bir-birimizni yoqtirib kelamiz, lekin onamga u qiz yoqmayapti. U qizni onasi o'tkir ekan. Qizi ham unga onasiga o'xshaydi-da deb onam turib olgan. Men yolg'iz o'g'ilman, nima qilay, maslahat bering, iltimos oldindan rahmat deya takror va takror yo'llayaptilar. O'g'lim, yolg'iz o'g'illigingizni 3 yil burun o'ylamabsiz-da. O'g'lonim, yolg'iz o'g'il degani odamlar 4 ta o'g'ildan 6 ta o'g'ildan ko'radigan rohatni mana shu bitta o'g'ildan ko'radi degan gap. Sizni yelkangizda o'sha mas'uliyat turadi. Onangizga ona bo'lish, xo'p, ota bo'lish, otangizga ham ota-ona bo'lish, o'rni kelganda aka ukasini o'rnini bosish, bu hammasi fidoyilikni so'raydi sizdan. Siz 3 yildan beri Majnuntolni tagida hissiyotlaringizga biqinib olib, yolg'iz o'g'ilman-da. Xo'p, sevsam nima qilibdi? Yolg'iz o'g'il hamma narsaga imtiyozli ega bo'ladi degan ma'noda qiz tanlab, xotin tanlab yuribsizmi, o'g'lim? Agar siz haqiqiy o'g'il bola chilikni qilganingizda, o'sha qizga ishqiz tushgan zahoti tinch qo'yish kerak edi oxiri bilanda u qizni. Va ota-onangizga kelib maslahat solish kerak edi. Men yolg'iz o'g'ilman, xato qilib qo'ymay onajon. Shu qiz menga ma'qul bo'ldi, bir surishtiringchi. Qanday odamlar ekan? Sizga ma'qul kelsa olaman, bo'lmasa yo'q degan gapni aytishingiz kerak edi. Sizga ma'qul kelsa olaman, bo'lmasa yo'q degan zahoti farzandi ota-ona o'zi 50% yumshaydi. Senga aytsam, o'g'lim, bu 3 yil yurib qo'ydim. Men kampirim bilan 30 yil yashab qo'ydim deganday jaranglayapti seni gaping hozir. 3 yil yurib qo'ydim. 3 yil yaxshi ko'rdim bu qizni deb aytyapsan. Endi yaxshi ko'rishda davom et. Balki haqiqatda zo'r qizdir. Lekin yuragingga ko'm bu muhabbatni. Agar yo'q, mashi qizni olaman, ota-onam norozi bo'lsa ham olaman desang, bu hozir haqiqiy muhabbat bo'lsa ham sendagi Xudo unichi zaharga aylantiradi, birinchi bo'lib mashi muhabbatdan o'zingni zerikadigan qilib qo'yadi. 1 yil o'tmasdan turib shu qizni qo'yib yuborging kelib qoladi. Chunki ota-onang norozi uylagan bo'ladi, u burchayda dil ranjish, bu burchayda dil ranjishlarning ichida bu qiz bechora o'sib unolmaydi. Noroziliklarning ichida mana shu qizni ham baxtsiz qilib qo'yasan. Muhabbatingni yuragingga ko'm, ishq savdosini to'xtat. Agar o'tlab ketgan bo'lsang, otam bolam, unda bizga senga maslahat berishga o'rin yo'q. Peshanangga bitganini ko'rasan, qaysi tovada qo'g'rilishing kerak bo'lgan bo'lsa, Xudo qanday jazo berishini o'zingni joningdan o'tkazib ko'rib, keyin odam bo'lasan. Agar o'zing nomusing, oring o'zingda turgan yigit bo'ladigan bo'lsang, meni aytganimni qil. Bu qizni sevmay qo'yma, sevaver, lekin yuragingga ko'm. Bu xotinchilik muhabbat bilanla hal bo'ladigan ro'zg'or, muhabbatdan yaraladigan narsa emas. Muhabbat qalb ishi, bu yurakni ishi. Muhabbat poklanib olish uchun kerak bo'ladigan, yurakdagi tarozi, odamni tarbiyalaydigan bir go'zal narsa. Seni tarbiyalamabdimi? Onangga gap qaytarmoqchi bo'lib turibsanmi? Shu qiz bilan gaplashib yurib, otangni noroziligini ham masalan hech gap emas deyapsanmi? Sendagi muhabbat masao. Sen faqat yoqtirib turibsan bu qizni. Yo figurasini, yo ota-onasi boyroqdir, yoki bo'lmasam o'zi artistroqdir. Qanaqa qilib yoqib olishni biladigan qizdir. Seni boshing bu o'llagan boshing bunga aylanib turibdi, otam bola. Sen so'rading, men javob berdim. Eshikni mahkam bekitib olib, bugun ertalabgacha taroziga solib ko'r. Qaysi fikr bilan sen yorug'likka chiqib ketishing mumkin?